Bu videoni ko'ryapsizmi? Demak, men Rossiyada emasman. Men hozir Rossiyada ishlardim o'zi. Hozir chiqib ketyapman. Bu videoni Rossiyadan chiqqandan keyin qo'yishim kerak dedim, chunki ozgina momentlari bor. Hop. Rossiyaga ishga kelmoqchi bo'lganlar yoki ishlab yurganlar qattiq ehtiyot bo'linglar. Chunki har tomonlama podstava qilishyapti. Tem bo'li dokumentsiz. Dokumentsiz bo'lsa ham kerak bo'lsa podstava qilishyapti. Qanaqa qilib? Ko'chaga pul tashab qo'yishyapti. Pod kamera kuzatishyapti. Ular sizni qanaqa qilib bo'lsa ham отделga olib borib olib, agar tilni bilmaydigan, sal bo'shroq bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha qog'ozga qo'l qo'ydirib olsa, bu yoqqa jo'natsa, urushga. Ular jigarlar, o'zimizni ehtiyot qilamiz.